Yo bolalar, hammaga salom. Bugungi videomizda biz mana shu gigant emas. Gigant Slab Troll Tour deganda sekundga o'tamiz. Xo'sh, bolalar, biz boshladik. Mana xullas 15 minut bo'ldi. Minut deyman. Sekund bo'ldi. 21 xullas ketyapti tepada. Mana bu yerda haligi sizlarga ko'rinmaydi-yu, lekin menga ko'rinadi. Xo'p. Bas bolalar, tezroq o'tish kerak. Hammaga salom, sizlar bilan men Durbek. O'sha Durbekam bor oldimizda o'tiribdi, faqat kirmayapti, chunki Mirxonimjon degan ukamiz bor. Mirxonimjon telefon o'ynab o'tiribdi. Menga bermasdi. Yo! Kim kirdi? Meni serverimga kirib qopti bot. Mayli, xolos, men unga tupurib qo'ygan joyim bor. Xo'p, keyin oxirida Bashta 1 minut bo'ldi. Ha, bo'pti. 1 minut bo'pti. Xo'p, haligi o'tganimdan keyin o'zim sizlarga nikimni ko'rsataman, ko'rsataman. Diriza tashlasanglar olaman yana ishdan. Yana niklarni ham yozib qoldiringlar. Faqat obuna bo'lsanglar. Hozir Bo'lsanglar. Ha, Mani kanalimga Durbek Gaming kanaliga. Oldinlar Minecraft videolar chiqardi. Hozir endi mana u Robloxdan o'tlaylik deb Robloxga kirib ketganmiz. Xo'p, bolalar. 1:32, 1:34. Okey. Oppa. Biz bugun shu 2 minut bo'lmasdan yutishimiz kerak menimcha. Yoki yana bilmayman. Speedrunlarni bilasizlarmi? Dahshat o'tadi-yu. Ketay dedim. 2 minutda o'tolmaydigan bo'ldik, chunki 1:52-sekundga kelib qoldi o'zi. Rosa degan qizni bilsanglar, like bosinglar. Bilmasanglar ham bosaverasizlar. Tushib ketganim uchun ham like bosinglar. Hozir 5 sekund vaqt. Like bilan obuna bosish vaqti. Mayli, men sanashni boshladim. 1 2 3 4 5. Like va obuna bosinglarmi? Bosgan bo'lsanglar hammaga kattakon rahmat. Endi bismillah deb yoqqa kirib olamiz. Gigant Slab Tour. Slab Troll Tour. Slab Troll Tour. O'sha yerda meni serverim bor. Oxirida ana u joyini ko'rsataman. Nikimni ko'rsataman. Keyin serverimga nima deb yozilganini ko'rsataman. Shu xolos. Xo'p, qani? Yana oz qoldi. Nikkingizni ko'rsatsangiz, hamma diriza tushsa kerak-a? Tashiyda kerak, to'g'ri bo'ladi. Sizlar ham o'zinglar kommentariyaga nikkilarni yozinglar. Lekin olmayapti meni ko'rdi. Xonimjon Steel Brainrot o'ynab chiqib ketdi. Blinkan. Yana sen yo'q onamisan. Mana jicha qoldi. Sizlarga yana mana shu joylardan bittasi. Bitta sirli yo'l ko'rsatamiz. Buni ham kecha bildik, qaranglar. Pikselda emas. Dadam. Shu yerda yo'l bor. Xullas, 3 minut deganda keldik mana. Xo'p, mayli, endi nikkingizni ko'rsating. Endi nikkimni ko'rsatadigan payt keldi bolalar. Unga javobini bo'linglar. Endi 10 sekund. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Like obuna bosdinglarmi? Unaqada men nikimni ko'rsataman. Chiqib ham ko'rsatishi shart. Mana Pro Master chiqadi, mana skinim mana. Stop. Boshqasiga tashlab qo'yishingiz ham mumkin. Mana Akbar MC kuchukchasi shart emas. Mana. Akbar MC 075. Xo'p. Keyingi o'yinga ketdik. Oldin server nomini ko'rsataman ekan adashibman, bolalar. Hozir server nomini ko'rsataman. Bolalar mana pastda xullas mana gigant mana nomi mana Small Towers deb chiqadi mana. Ko'rib olishlar mumkin. Endi pastda mana servers. O'shanga bosasizlarda keyin sizlarda chiqadi. Mana Pro Master mana skinim. Ko'rib olasizlar. Voy, nima bo'ldi? Xullas, serverda bo'ladi.